Assalomu alaykum hurmatli mekendoshlar, tug'andar. Dag'i bir jolu Namangan shahrına geldim. Jide kapa dostlar. Bizi el Kırgızstan eliga ayabay jakta uşul darvazalar. Özünde salgan darvazalar Kırgızstan eline ayabay jakıp girdi dostlar. Oşul boyunca abzor kaltırayın. Sizlerden videonun başından like, kommentariya, elderge, gruppalarga tarat koyuңuzlar. Dostlar, mına darvazalardı karap koygular. Wow dey turgan ayabay koz sonun darvazalar uşul jerde jasaytkan. Oşol boyunca malumat sizlerge kалтырып кетейин. Sizlerden like, kommentariya. Hazır Muratcan menen сүйлөшөбүz. Kандай darvazalары бар? Assalamu alaykum. Kandayсыз? Rahmatli yaxshi. Keldingiz qiynalmasdan rahmat. Qanday жаңылыктар alib keldik? Xudo xohlasa yangiliklarimiz ko'p aka. 2026-yilda boshida turibmiz. Asosan shu shedevr darvozamiz moda bo'layapti hozir. High-tech. Eng arzon darvozamiz 550 so'mdan boshlab 2600-2700 so'mgacha chiqaveradi aka. Maşallah. Kvadrat. Dastavka ustanovkasi Qirg'izistonga qilib beramiz aka. Dastavka ustanovka ichida bari. Ichida bo'ladi. Bizga qanday arzondan ko'raylik birinchi. 50 qarmash uchun arzonni ko'ramiz, juring. Keyin mындай шикарный darvazalarni bağlarını kалтырып koyuyoruz sizlerge dostlar. En büdjet, bizde Kırgız elibizge jеңил olsun, oңой olsun, arzan bolsun degen darvazalar dostlar. Uşul жерден alabыз inşallah. Bu darvozamiz aka. Yon stoykalari 8 ga 6, 1.7lik stenada bo'ladi. Tagi 8lik shiviller bo'ladi. Qanot profillarimiz 6 ga 4, 1.3lik qalimda. Listimiz ham 1.3 stenada bo'ladi. 1 metr kvadrati 550 so'mdan 750 so'mgacha chiqadi. 1 qavatligi. 2 qavatligi bo'lsa, 2 qavatligi puli qo'shiladi. Uni ham hisoblab beramiz. Qancha bo'lib qoladi o'shanda shu bir darvoza? Shu darvozamiz aka $600 chiqadi. $600. 50 ming so'mga boradi. 50 ming so'm. 50 ming so'mga boradi ekan do'stlar unda. Kraskasiga 5 yil kafolat beramiz. Bu bayağı Devo kraska? Devo kraska. Matvi, yaltiroq desa yaltiratib beramiz. Oynakka o'xshatib. Maşallah. Aka sonunga 50 ming so'mdan arzon. Kelishsa bo'ladi unda. Kelishsa bo'ladi. Bu ham yon stoykalari profilda bo'lgan 1.7lik tagi shiviller. Qanot profillari 1.3lik, listi 1.3lik bir qavat. 1 metr kvadrati 550 so'mdan 750 so'mgacha materialga qarab chiqaveradi, ishlatiladi. Kvadrati xuddi shuna. Shu darvozamiz ham $500 chiqadi. $500. Buldagi o'shundaydi. 45 ming, 40 ming so'm ekan-da. Maşallah dostlar. Mana arzon darvoza izlaganlarga shunday sonun variant. Shunday aka. Yangi modellar. Bu yangi fasonimiz aka. Yon stoykalari 8 ga 8. Tagi 8lik shivillerda bo'lgan. Listlarimiz 1 qavat 1.3likda bo'lgan aka. Profillari 6 ga 4 1.3lik. 1 metr kvadrati 600 so'mdan 900 so'mgacha chiqadi. 900 so'mgacha chiqadi. 1 kvadrat. Shumkasiz qarab. Maşallah. Общий turush $700 $700 bitadi. No darvoza $700. Al degeni 60 ming so'm, 65 ming so'mda tegerengda bitib qoladi ekanda. Yaxshi. Tak, keyingi no необычный. Listli darvozamiz. Yon stoykalar 12 ga 8, bir stenada bo'lgan. Listlarimiz 2 qavat 2likda bo'lgan. Qanot profillarimiz 2 ga 1. Shumkali bo'lgan. Shumkasi bor. Shunday. 1 metr kvadrat 950 so'mdan 1100 so'mgacha chiqadi. Maşallah. Общий turishi qancha bo'lib qoladi? $1300. Al degeni 90 ming, 105 ming. Cho'ng shumkasi menen двухслойный dedingiz a? Shunday 2 qavat. Bu darvozamiz ham. Yonlari shiviller. Tagi ham shiviller. Qanot profillarimiz 6 ga 4 1.7lik. Listimiz 2 qavat 2lik. 1 metr kvadrati 900 so'mdan 1100 so'mgacha chiqadi. Razmeri qanday buni? Razmeri eniga 3.30, balandligi 3.30. 3.30, kvadrat, ne? 3.30 kvadrat bo'lgan. $1200 ga chiqadi shu darvoza. $1200. Bu da qachi 105, 115 tegereginde dostlar. Mana. Stilniy darvoza izlaganlarga вообще. Tak, yaxshi. Tak, mo korishniy yoqdimi? Neobычный darvoza aka. Hamma joyda mokriy bosganligi uchun yangilik korishniy sepilgan. Shokoladni sepganda. Balandligi ham 3.5. 3.5 ga 3.5. Bu da kvadrat ekan. Shunday kvadrat. Yon stoykalar 10 ga 10, 1 stenada. Qanot profillarimiz 6 ga 4, 1.7lik. Listlarimiz 1 qavat 2lik, 1 qavat ustidagi 1.3lik bo'ladi. 2 qavat shumkali. Maşallah. 1 metr kvadrati 950 so'mdan 1100 so'mgacha chiqaveradi. 3 qavatli varianti ham bor bu darvozamiz.
Aa, bu двухслойный, 2 xil. 2 qavatli. 2 qavat. Uni 3 qavat ham jasab beradi. Birday qilib 2 chaqda. Shunday bo'ladi. Do'stlar, Общий turishi shunday. qancha bitib qoladi? 1400 $1400. $1400 ga do'stlar kalkulyatsiya qilib so'mga bilsangiz bo'ladi ekan. $1400. Shunday shokolad, bogатый svet bo'ladi ekan. Tak, bu уже Samarkand stil. Bu Samarqanddan murakkab shedevr deyiladi. Shedevr. Shedevr darvozamiz. Razmeri 3.5, balandligi 3.5. Yon stoykalari 12lik shivellar bo'ladi. Ikkita yoni tag. Tepasi profil bo'ladi. Yoniga narishga berganmiz 35 santimetrdan tepasiga 40 santimetr. Alohida. Narashka deysiz. Bu darvozamiz 2 qavat, 3 qavat, 4 qavatli bo'lib chiqadi. Shumkali. Umuman ovozi yo'q, garantiya 10 yilga garantiya beramiz. Shu darvoza 10 yil garantiyasi bor ekan do'stlar. Garantiya beramiz. Bu darvozamizni 1 metr kvadrati 1800 so'mdan boshlab 3600 so'mgacha chiqadi. Maşallah, 3600 so'mgacha. Do'stlar, Shu общий turishi $3700 ga bo'lgan. $3700. Do'stlar, $3700 do'stlar. Buna şikarный bir darvoza alam deganlarga. Hozir bu qancha sloy? 2 qavatmi, 3 qavat? 4 qavat ekan do'stlar. 4 qavat darvoza ekan. Maşallah. No, ko'rsanglar. Ma eng jinlisi ushul bo'ldi bugun darvoza. Ha, yaxshi so'ning ekan bayka. No, buni biz Qirg'izistonga birov qo'ydi-da. Men o'tkanda ko'rdim, Jallatga birov olib borib shu darvozadan o'rnatdi. Vashe so'ning ko'rinadi ekan. Shunday Samarqand fason. Samarqand fasonda. Eniga 3.5, balandligi 3.5 kvadrat. 3.5 ga 3.5 da. 3.5. Aha. 10 ga 10, 2 bir stena. Qanot profillari 6 ga 4, 1 7lik. Aha. Listlarimiz 1 qavat 2lik, 1 qavat ustidagi bezagi. 1 3lik. Shumkali bo'lgan. Yon stoykalariga 40 santimetrdan narishga chiqazib berganmiz. 1 kvadrat 950 so'mdan 1300 so'mgacha chiqadi. O'shunda qancha bitib qoladi ekan shu? Shu общий turishi $1900 ga bo'lgan. $1900 ga bitib qoladi. Shu turishi. Mana do'stlar, ushul turishi $1900. Shunday shikarniy samarkandskiy stilda jasayim deganlarga yaxshi ma'lumot qoldi sizlarga. Tak. И o'shanda hit. Gibrid fason darvoza. Eniga 330, balandligi 320. Past kvadrat. 1 qavat 3lik list, 1 qavat o'rtasida 2lik listda bosilgan. Mana bu joylarga nerjavengada bezay berilgan. Yaltirab. Yo'llariga 30 santimetrdan narishga chiqazganmiz. Tepasida havo aylanishi turli joylari bor. Buni 1 metr kvadrati 900 so'mdan 1100 so'mgacha chiqadi. 900 so'mdan 1100 so'mgacha bitadi. O'sha qancha bitib qoladi o'shanda shu darvoza? Turishi $1200 ga. Bakın dostlar, mana seri chetda. Tak, men barcha ma'lumotni qoldirib qo'yaman sizlarga do'stlar. Darvozalar zakazga bayaqi katalog menen da jasab berasiz. Shunday. Katalog bor. Telefon qilsa, WhatsApp. Telefon qilsa baya razmerda olgani bor. Любой katalogdan birini tanlatib, tura kela turgan jasab beramiz. Qancha bo'ladi srogi? Bunday hozir yangi zakaz olsin. 20 kun, ha? 20 kun ichida bitirib beramiz. Do'stlar, O'zbekistondan 20 kunda tayyor qilib olib kelib ustanovkasi men darvoza olam deganlarga men Murodjonning nomerini cho'ng qilib yozib qo'yaman do'stlar videoni ostida. To'liq ma'lumot olish uchun baylanasizlar do'stlar. Hech qanday bayaqi srok bo'yicha kech qolish bayaqinday bo'lmaydi. Vovriма jasab, vovriма olib borib o'rnatib beraman dedi. Kimga qiziq bo'lsa do'stlar, shunday darvozalar Murodjon siz nomeringizni yozib qo'ying. Sexni ko'rsatib qo'yaylik, ha? Ushul yerda bu polni jasaladi. Shunday. Bu yer svarkasi, nari tomon kraskasi. Do'stlar, Tez bo'ladi. Yangi shu 21 kraskalarni ko'rgazib qo'yaylik. Do'stlar, ushul yerda jasab sizlarga to'ra kelgan razmeringizni olib borib ustanovkasini men olib borib beradi. Bu proses ketayotganda jasalish, ha? Na полный do'stlar shpakilovka, gruntovkalar berib, ondan keyin ustidan kraska berilayotgan. Kraskaga 5 yil garantiya deydi do'stlar. Kraskasini 5 yil garantiyasimen jasab berasiz do'st. Sonun video oldu. İnşallah adamlar çalaversin, to'liq ma'lumot o'zingizdan olsinlar. WhatsApp İşingizga iyilik. Mayli aka. Birinchi video, oxirgi video bo'lsin. Tezda kelib turaylik almaysiz. Do'stlar, sizlardan ham like, ellarga kommentariya qoldirib qo'ying.